Bizada yangi gullar sotuvga keldi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Boshqa modellari ham bor. Sizlarga ma'qul bo'ladigan, sizlar ko'rib maza qiladigan zo'r gullarimiz kelgan. Faqat videoni oxirigacha ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib ketasizlar. Kanal profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangilari kelyapti yana. Ularni ham sizlar uchun zo'r obzor qilib beramiz, xudo xolasa. Narxlarini ham aytib ketamiz. Sizlarga aytgan mana ikki xil razmerimiz. Mana bu kattaroq razmeri, mana bunisi kichikroq razmer. Mana yonma-yon qo'yganinglarda farqini ko'rishingiz mumkin razmerini. Bular asosan mana 3 xil rangda kelgan. Oq hamilon, молочныйsi, ikki xil opa. Bittasi matviy, bittasi glansviy. Bunisini mana matviy desa bo'ladi. Sizlarga qaysi biri chiroyli ko'rinyapti? Matviy yoki glansviy? Kommentda yozib ketinglar. Keyingi aytib ketadiganim, qaysi razmer sizlar uchun foydalanishingiz qulay? Katta razmerdagimi yoki kichkina razmerdagimi? Shuni yozib ketsanglar zo'r bo'lardi. Butti gullarimizga kelsak, asosan katta razmerdiklari, lekin katta bo'lsa ham o'ziga yarasha chiroyli modellar kelgan. Bular pochkada 20 ta dona bo'ladi. Abu Sahiy do'konimizda faqat 20 ta pochkali sotamiz. Pochkasining narxi modelga qarab, misol uchun mana bunaqa kichkina modellar 40 mingdan boshlanadi, katta modellar 50 ming, 60 ming, 70 minggacha narx chiqarganmiz. Pochkasining narxi o'shanda 2 ming, 3,5 ming so'm aylanadi donasining narxi. Narxi yoqqan bo'lsa, ekranni qizartirib ketasizlar. Agar rasmlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanaliga hammasini rasmlarni joylab qo'yganmiz. O'tib bemalol ko'rsanglar bo'ladi.